Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Xitoyning tashviqot videolari qattiq tanqidga uchramoqda. Marko Rubio Amerika Tinchlik korpusining Xitoydan chekinib chiqishini olqishladi. Yer sharining havo temperaturasi bag'ansir yuqori bo'lmoqda. Ozarbayjonda qonuniy Sulton Sulaymon davriga oid hujjat topildi. Tuvanda diqqatinglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Erkin Asiya radiosi xabarida Xitoyning Xinhua agentligi, Yer shari vaqt gazeti qatorliq hukumat axborot vositalari yaqindan buyon chet ellardagi bir qism Uyg'ur faoliyatchilar va lagerlar usulanganlar haqida guvohlik berganlarning yaqinlari so'ziltirilgan tashviqot videolarini ko'plab tarqatmoqda. 20 yanvar kuni Yer shari vaqt gazeti yana shu xil videodan birini tarqatib, chet ellardagi Uyg'ur yetakchilaridan Robiya Qodir xonimning farzandlari, kelinlari va shundaqla ojiz ko'rsatilish bilan birga ularning Robiya Qodir xonimga qarshi qilgan so'zlar qo'yilgan. Mazkur videoda yana Robiya Qodir xonimning jiyani, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Qo'zzat Oltayning dadasi ko'rsatilgan bo'lib, Qo'zzat Oltay 2 yildan beri dadasining izdirikini qilib kelayotgan edi. Videoda Qo'zzat Oltayning dadasi, ya'ni Robiya Qodir xonimning inisi Mehmet Qodir o'g'li Qo'zzat Oltayning faoliyatlarini ayblashga selingan. Video tarqatilgandan keyin Qo'zzat Oltay ijtimoiy taratqular orqali bu videoga inkos qaytarib, o'zining 2 yildan beri hech qanday aloqa qilmayotgan dadasi Mehmet Qodirni sog'-salomat ko'rganligidan xushal bo'lganligini ifodalash bilan birga Xitoyning bu o'yinini qattiq ayblagan. Xitoy hukumati yaqindan buyon mushkildagi videolarni ko'plab tarqatib, chet el axborotlarida Sharq Turkistonda yuz berayotganlarning yolg'onligini ilgari surmoqda. Holbuki Xitoyning bu harakati kuzatuvchilarning kuchli tanqidiga uchramoqda. Jurnalist va tadqiqotchi Louis Salim Avstraliyaning ABC televiziyasining bu vaqtdagi ziyoratiga qaytargan inkosida bundaq videolarda so'ziltirilgan kishilarning shubhisizki majburlash, tahdid silish asosida so'zlaydiganligini, yaqindan buyon New York vaqti gazeti va boshqa axborotlarda kishilarning lagerdan vaqtli qo'yib berilib, mushundaq videolarda so'zlashga selinayotganligi, bu kishilarning so'zlashdan boshqa chorasi yo'qligi haqida xabar berilganligini bildirgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi boshlig'i Umar Qanotmo Xitoyning yuqoridagi videolik tashviqotlari haqida qilgan so'zida bundaq videolarning natija qozonolmaydiganligini, tarafsiz kuzatuvchilarning bundaq videolarga ishonmaydiganligini bildirgan. Qo'zzat Oltay bo'lsa ijtimoiy taratqudagi inkosida Xitoy hukumatining bu harakati bilan o'zining faoliyatlarini hargiz to'xtatmaydiganligini ta'kidlash bilan birga, Xitoyning bundaq videolarni tarqatishini chet ellarda ilib berilayotgan faoliyatlar erishgan muhim natija deb ko'rsatdi. Amerika hukumatiga tava chet ellarga ijtimoiy, iqtisodiy va texnik yordamlarni ko'rsatadigan Tinchlik korpusining bosh shtabi Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazish qilmishi tufaylidan o'tgan hafta o'zlarining Xitoyda vazifa o'tayotgan xodimlarini 2020 yili iyundan boshlab butunlay chekintirib chiqadiganligini e'lon qilgan edi. Amerika Kengash palatasining a'zosi Marko Rubio bayonot e'lon qilib, o'zining bu qarorini qizg'in olqishlaydiganligini bildirdi. Shundaqla Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchilardan Furqat Javdatning opasi haqidagi filmni ko'rgandan keyingi ta'sirotini bayon qilib, buning Uyg'urlar duch kelayotgan reallik ekanligini, Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur va boshqa millatlarning milliy va madaniyat kimligini sistemli yo'qotmoqchi bo'layotganligi, hozir Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini ma'qullikdan o'tkazadigan paytning yetib kelganligini ko'rsatgan. Ma'lum bo'lishicha, muhojiratga Uyg'urlarning o'z oilasi haqidagi oshkor guvohliklari Xitoyning Uyg'urlarga qanday zulm silayotganligini dunyoga fosh qilishda zo'r ijobiy unum paydo qilmoqda. Amerika olimlari yaqinqi 10 yilning yer sharida o'lchangan eng yuqori temperatura mezgili ekanligini e'lon qildi. Amerika olim qatnash idorasi NASA bilan Davlat okean va atmosfera idorasi yer sharining quruqlik yuzi va dengiz temperaturasiga munosabatlik ma'lumotlarni e'lon qilgan. Ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, 2010 va 2020 yillar orasida yer shari temperaturasi o'rtacha 14.7 gradus bo'lib, bu 20-asrning o'rtacha temperaturasidan 0.8 gradus yuqori ekan. 2019 yili 140 yil ichida ikkinchi eng issiq yil bo'lgan. Nurg'un olimlarning bildirishicha, yer sharining isib ketishi dala o't ofatlari, muzliqlarning erishi va shiddatli havo rayiga chetishlik bo'lib, kelar yili, ya'ni 2021 yili havo temperaturasi texnik issiq bo'ladi ekan. NASA'ning Goddard Olam tadqiqotlari instituti mudiri Kevin Schmidt 1960 yildan tortib har 10 yilning oldingi 10 yildan texnik issiq bo'lganligini bildirib, ko'mir, neft va gazni yiqilg'i qilish sabab bo'lgan sahro gazini kontrol qilmoqcha har yili havo temperaturasi o'rlaydi degan. Ozarbayjon Davlatlik Palla Akademiyasi Qo'lyozmalar institutining arxividan qonuniy Sulton Sulaymon davriga tava bir mulk nomi topilgan. Qonuniy Sulton Sulaymonning muhri bor bo'lgan. Divon xat nusxasi bilan Osmonli turkchasida yozilgan hujjatda Anadolu va Rumalida ba'zi kishilarga podshoh tarafidan zamin berilishi masalasi tema qilingan.
Hibename yoki mulknoma deb atalib hujjat qora, oltin va ko'k ranglar ishlatilib, 1566-yili Istanbulda yozilgan bo'lib, kengligi 30, uzunligi 180 sm keladigan hujjatning ostida o'z davrining vazirlari Pertav Pasha va Farhod Pasha bilan qozi askarlar Ahmad apandi bilan Husayn apandining imzolari bor ekan. Qo'lyozmalar haqida institutning muavin boshlig'i professor doktor Pasha Karimov bayonot berib, hujjatning arxivga qachon va qanday kelganligining aniq emasligini aytgan. Turkiyadagi arxivlarda Osmonli davlatining 10-podshohi Qonuniy Sulton Sulaymon davriga oid mushunga o'xshab ketadigan hujjatlarning borligini bildirgan Karimov, Ozarbayjon arxivida bunday bir hujjatning tepilishining o'zlarini suyundirganligini bildirgan. Mulknomaning Osmonli qonun tarixiy tadqiqotlariga nisbatan muhim bir material ekanligini qayd qilgan Karimov, hujjatni asli keltiradiganliklarini so'zlarga ilova qildi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.